Bugun sizlar bilan Damas hadoviga qancha xarajat ketishini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Demak, boshladik. Buning uchun bizga kolodkalar kerak bo'ladi. Old kolodkalarimiz 100 ming so'm, orqa kolodkalarimiz 135 ming so'm. Nakonechniklarimiz demak 140 ming so'm, 5-chi nakonechnikimiz 80 ming so'm. Chashkalarimiz 85 mingdan 170 ming so'm. Va bizga albatta rezinkalarimiz kerak bo'ladi. Cherepaxa rezinkalarimiz 4 ta, stabilizator rezinkalarimiz demak 8 ta va resor rezinkalarimiz 8 ta. Bu rezinkalarimizning jami narxi 120 ming so'm va resol futulkalarimiz 4 dona. Bu futulkalarimiz narxi 80 ming so'm jami. Va albatta 4 ta amortizator kerak bo'ladi. Amortizatorlarimiz gazli amortizator. Bularning jami narxi 550 ming so'm. 4 ta amortizator narxini aytyapmiz. Xo'sh, va undan tashqari albatta sharavoy kerak bo'ladi. Sharavoy demak original sharavoylarimiz jami 220 ming so'm bo'ladi. Demak, quyidagi barcha mahsulotlarimiz koreyskiy narxida hisoblandi va 1 million 500 ming so'mni tashkil etdi. Bugun sizlar bilan Damas hadoviga qancha xarajat ketishini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Demak, boshladik. Buning uchun bizga kolodkalar kerak bo'ladi. Old kolodkalarimiz 100 ming so'm, orqa kolodkalarimiz 135 ming so'm. Nakonechniklarimiz demak 140 ming so'm, 5-chi nakonechnikimiz 80 ming so'm. Chashkalarimiz 85 mingdan 170 ming so'm. Va bizga albatta rezinkalarimiz kerak bo'ladi. Cherepaxa rezinkalarimiz 4 ta, stabilizator rezinkalarimiz demak 8 ta va resor rezinkalarimiz 8 ta. Bu rezinkalarimizning jami narxi 120 ming so'm va resol futulkalarimiz 4 dona. Bu futulkalarimiz narxi 80 ming so'm jami. Va albatta 4 ta amortizator kerak bo'ladi. Amortizatorlarimiz gazli amortizator. Bularning jami narxi 550 ming so'm. 4 ta amortizator narxini aytyapmiz. Xo'sh, va undan tashqari albatta sharavoy kerak bo'ladi. Sharavoy demak original sharavoylarimiz jami 220 ming so'm bo'ladi. Demak, quyidagi barcha mahsulotlarimiz koreyskiy narxida hisoblandi va 1 million 500 ming so'mni tashkil etdi.